Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinamanman va bu Mahkumlar film. O'rmon ichida yashovchi ko'r yigit noma'lum maxluqdan omon qolish uchun beliga bog'langan arqonni yechmaslikka majbur edi. Mama? O'rmon o'rtasidagi kulbada Nediya ismli ayol ko'r o'g'li Salomon bilan birga yashardi. Uning vafot etgan otasidan qolgan yagona narsa onasi sog'ayib ketishiga umid qilib shu yerga ko'chib kelishga majbur bo'lganliklarini haqida yozib qoldirgan audio yozuvi edi. Biroq umidlar puchga chiqqan edi. Nediyaning ahvoli yomonlashgandi. Kunlardan birida Nediya o'g'lini qopqonlarni tekshirib kelishga jo'natadi va bir uchi uyga bog'langan arqonni uning beliga bog'laydi. U shu arqon orqali ortiga qayta olar va nimadir sodir bo'lsa, onasi uni shu arqon orqali topa olar edi. Onasi unga qopqon qo'yishni, qo'lga tushgan o'ljani terisidan ajratishni o'rgatar edi. Kunlardan birida uni baliq oviga olib ketadi. Kutilmaganda Salomon barcha qushlar va hayvonlar g'oyib bo'lganligini va yon atrofda quloq teshar jimlik hukm surayotganligini sezib qoladi. Nedi ham buni sezadi, biroq o'g'lini qo'rqitishni istamaydi. Baliq ushlashga o'tirishganda o'g'li tasodifan o'lim nimaligi haqida so'rab qoladi. Bundan hayron qolgan Nedi esa o'lim shunchaki bir olamdan ikkinchisiga o'tish uchun ko'prik deya tushuntiradi. Qarmoqlarga baloyam ilmagach Nedi o'g'lini chuvalchang topib kelishga jo'natadi. Chirigan daraxt ostida chuvalchang topgan yigit tasodifan zanglagan qalin zanjirlarni ham topib oladi. Biroq uni tortib olishga ulgurmasdan qandaydir xatarni sezgan onasi uni olib ketadi. Uyga qaytishgach, polizga ekkan kartochkalarni terib, qishga tayyorgarlik ko'rishadi. Bu orada ayolning ahvoli yomonlashadi. Tun tushgach, Salomon bolalik paytida u uchun yozgan audio yozuvini eshittiradi. Unda esa qonxo'r maxluq yashovchi o'rmonga kirib ketgan qo'zichoq haqidagi ertak yangrardi. Ertak tugagach, Salomon yana o'lim haqida so'rab qoladi va nima deyishini bilmagan ona ko'p narsani bilaversa tagiga siyib qo'yishini aytib, peshonasidan cho'lpillatib uxlashini ta'kidlaydi. Oradan yillar o'tgach, kunlardan birida uydan ketgan ona o'g'liga 3 ta qoidani yozgan audio yozuvni tashlab ketadi. U doim o'rmondan olgan narsasining yarmini u bilan bo'lishishi lozim edi. Ikkinchi qoida depressiyaga tushsa yoki taslim bo'lishni o'ylab qolsa, oilaviy qo'shiqlarni xirgoya qilishi lozim. Uchinchisi esa hech qachon arqonni yechmaslik. Ancha ulg'ayib qolgan Salomon yolg'iz yashashga ko'nikib qolgandi. Kunlardan birida uy atrofida abed qilayotgan yigit olisdan qandaydir ovozlarni eshitib qoladi. Ovqatini qo'yib o'rmon tomonga yugurgan yigit hech qanday noodatiy narsani payqamaydi, ammo kimdir shu yerdaligini his qiladi. Tunda onasining ovozini eshitgan yigit baribir ham uxla olmasdan uydan chiqadi va qo'zisining ovozi ortidan borarkan, arqon uzunligi yetmay qoladi. Yigit qo'zichoqning jasadi yotganligini payqaydi, biroq to'satdan qandaydir mavjudot uni o'rmon tubiga tortib ketadi. Qo'li qon bo'lganligini his qilgan yigit uni artishga urinadi. Qo'rqib ketgan Salomon ilojsiz bir o'zi yashashda davom etadi. Kunlardan birida o'q ovozini eshitgan yigitcha o'sha tomonga borib o'lik oxuga duch keladi. Ammo to'satdan daraxt ortidan ovchi chiqib keladi. Qo'rqib ketgan Salomon pichog'i bilan himoyalanmoqchi bo'ladi, biroq ovchining quroli dastasidan yeb hushidan ketadi. O'ziga kelgan Salomon ovchi undan uzr so'rab yaralarni davolayotganligini ko'radi. Ovchi uni qo'rqitishni istamaganligini aytib, uni uyga olib borib qo'yadi. Kun botayotganligi sabab unikida tunab qolishga ruxsat so'raydi va evaziga og'riqsizlantiruvchilarni berishni taklif qiladi. Uyga kirgan Hank ismli ovchi yigitcha hech qachon uyidan uzoqqa ketmaganligini va tashqi olam haqida hech narsa bilmasligini tushunadi. Salomon esa bir burchakda onasining so'nggi xabarini eshitib o'tirar edi. Tushlik vaqtida Hank yigitchani shaharga olib borib uni odamlar bilan tanishtirishni taklif qiladi, ammo Salomon bundan bosh tortadi. Ovqatlanib bo'lishgach uxlashga yotishadi, ammo Salomon pichog'ini qo'lidan qo'ymaydi. Biroq Hank xavf tug'dirmasligiga ishonch hosil qilgach uxlashga yotadi. Ammo yarim tunda baland va qo'rqinchli ovozdan uyg'onib ketishadi. Qurolni olgan Hank nima bo'layotganligini aniqlash uchun tashqariga chiqadi. O'rmonga kirgan erkak qon izlarini ko'rib o'sha tomonga yo'l oladi. Biroz yurgach butalar orasida nimadir yashiringanligini ko'rib qoladi. U o'q uzadi, ammo maxluq daraxtdan daraxtga sakrab hayqiriq bilan unga tashlanib qoladi. Qo'rqqanidan bir amallab uyga qochib kelgan Hank Salomon yashirinib olganligini ko'radi. Yigit jinnilarday harakat qilar, qandaydir qo'shiq kuylar va savollarga javob bermasdi. Hank esa uni tinch qo'yadi. U maxluqni qo'rqitdim deb hisoblar edi. U yigitga uni o'rmondan olib chiqib ketishga so'z beradi. Ertalab Salomon bolaligida o'rmondan zanjir topib olganligini aytadi va Hankni o'sha tomonga olib ketadi.
Manzilga yetib kelishgach, Henk zanjirni tortib, uning nimagadir bog'lab qo'yilganligini aytadi va o'sha zanjir ortidan borib qandaydir teshik oldiga keladi. U yerda yana temir keskich ham bor edi. Bundan hayron qolgan Henk keskich yordamida zanjirning bir qismini kesib, uni uyga olib keladi. Uyga qaytishgach, Salomon oxu go'shtidan bir qismini o'rmonga uloqtirib yuboradi. Buni ko'rgan Henk nega bunday qilganligini so'raydi. Salomon esa o'rmondan olganlarning yarmini o'rmonga berishlari kerakligini, buni ota-onasi unga o'rgatganligini aytadi. Ovchi esa kechagi maxluq aynan shu sabab shu yerlarda izg'ib yurganligini aytadi va unga qopqon qo'yishni taklif qiladi. Bundan so'ng yigit uzoqroqqa bora olishi uchun arqonni uzaytiradi. Biroz o'tib Henk noma'lum maxluqni ko'rgan joyga borishadi. Kutilmaganda nimadir arqonni tortib Salomonni sudrab ketadi. Yigitchani bir amallab ushlab qolgan Henk tezda o'rmondan chiqib uni uyiga qaytarib keladi. Henk maxluq uyga kirmasligini, ular xavfsizlikda ekanliklarini aytib yigitni tinchlantiradi. Salomonning onasi yozgan kundalikni o'qib o'tirgan Henk dahshatli narsa haqida yozilgan qatorni o'qib to'xtab qoladi va yigitni qo'rqitmaslik uchun uxlash vaqti kelganligini aytadi. Salomon uxlagach qurolni olgan Henk kechagi zanjirni topishgan joyga yo'l oladi va manzilga yetib kelgach, bir uyum suyaklarni ko'radi va bu maxluqning ini ekanligini tushunadi. Ayni damda uyg'onib ketgan Salomon Henkni izlashga tushadi. Henk maxluqni izlar ekan, Salomonning uyidagidek kundaliklardan birini topib oladi. Biroq undagi yozuvlar hech nimani anglatmaydigandek edi, shu sabab Henk uni tashlab ketadi. Henkni topolmagan Salomon bir chetga o'tib onasining ovozini eshitishni boshlaydi. Biroq shu damda o'rmondan o'q ovozi chiqadi. O'rmonga kirgan yigit Henkning sumkasiga turtilib ketadi va uning shu yaqin orada ekanligini tushunadi. Biroq arqon tugab qoladi va Salomon ilk bor qoidani buzgan holda arqonni yechib do'stini izlashga otlanadi. Sudralib pastga tushib olgan yigit Henkning jonsiz tanasiga duch keladi. Uning uchun ko'z yosh to'kayotgan yigitcha to'satdan oldida kimdir turganligini sezib qoladi. Dahshatli maxluq aslida uning o'z onasi bo'lib chiqdi. Hayvon sifat ovoz chiqarayotgan ayol Salomonga tashlanmoqchi bo'ladi, biroq zanjir uni ushlab qoladi. Qo'rquvni yengish uchun yigitcha bolaligida o'rgangan qo'shiqni kuylashni boshlaydi. Ohangni eshitgan ayol to'xtab birga kuylashni boshlaydi va Salomon bu uning onasi ekanligini tushunadi. Yigitcha uning oldiga borib uni quchoqlaydi va birdan pichoq sanchib uni o'ldiradi. Uning mushukfaras ko'zlari so'la boshlaydi. Qattiq yo'tala boshlagan Salomon daraxtlardan biriga suyanib o'ziga olishga urinadi va to'satdan qarg'alar ovozini eshitib samoga qaraydi va ko'zlaridagi oq parda ortidan xuddi onasinikiga o'xshash chiziqlar paydo bo'la boshlaydi. Bu esa u navbatdagi o'rmon maxluqi ekanligini bildirardi. Qissadan hissa shuki, qarisan qartasan, asl zotingga tortasan. Tamom.